do'stlar, baribir yaxshi murabbiylar yetishib chiqyapti sekin-sekin. Zarba, gol! 3-0. Bu gol chiroyli. Muallif ekan, bilasizmi? Jasur Yaxshiboyev kuchli jamoa bilan rubaru kelyapti. Bunyodkor va yoshlar baribir pozitsiya tanlashda joylarni yo'qotib qo'yapti. Ko'plab xatolarga yo'l qo'yapti. Jasur Yaxshiboyev mana bu tarzda kirib borib juda chiroyli gol urdi. Jasur. Mana Sardor Rahmonov unga keyin ikkita o'yinchidan o'tyapti. U hudud 12ligini bilyapti. Shoshmasdan baribir o'sha raqib futbolchilarning harakatlarini o'rganib, bu yog'iga xotirjam bo'lib o'ynayapti Lokomotiv futbolchilari.